Assalomu alaykum hurmatli yig'ilish qatnashchilari, hurmatli ishtirokchilar. Bugun Biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on bank xizmatlari markazi tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan 2025-yil 24-dekabr. Ushbu uchrashuvni mahalla bankiri Olimjanov A'zamjon o'tkazadi. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Kimda qanaqa kelib bu masalasi bo'yicha savol takliflar bo'lganingizda navbatimizni tezkorlikda sifatlarga yozib, ijobiy hal qiladigan masalalar. Aka sizda qanaqa masala edi? Men Abdullayev Abror qo'ychilikni rivojlantirish bo'yicha 60 million so'm kredit mablag'lar olyapmiz. Chorvachilikga. Jismoniy shaxs bo'yicha olasizmi yo yuridik? Jismoniy. Yo'ldagi sifatlarga javob oldim, kerakli hujjatlarni taqdim qilasiz pastda. Muhammadbek aka, Jamolbek degan bolalar bor. Kafilik sug'urta asosida kredit chiqarib beramiz. 2 yillarga 25 foiz, 24 foiz. Joyz bor monitoring qilib, joy pulga olingandan keyin bo'yicha kredit olganman. Chorvachilikka. Hozir 310 bo'yicha shuni rivojlantirish uchun olmoqchiman. Ya'ni kerak. 100 million olasiz-mi? Oldingiz maqsad monitoring bo'lgan. Bu sizni ham joylaringiz ko'rib, yana boshqa monitoring qilib, chizimni ko'rib, hujjatlarni vaqtida hammasini taqdim qilsangiz, ijobiy hal qilamiz. Bundan tashqari yana doimiy ravishda ringnoq qilib turishingiz mumkin. Kredit emas, bank sohasiga oid qanaqadir savol, takliflar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.